Bolajonlar, biz uyga borganda har doim ota-onamizning aytgan so'zlaridan chiqmasdan, ularga uy ishlarida yordam berishimiz lozim-a? Umida Mirzajonova maktabgacha ta'lim sohasida faoliyat yuritadi. 2015-yil iyun oyidan beri 19-maktabgacha ta'lim muassasasida tarbiyachi lavozimida ishlab kelmoqdaman. Hozirgi prezidentimiz tomonidan berilgan mavjud imkoniyatlardan foydalanib, qayta tayyorlov kurslarida o'qish imkoniyatiga erishdim. Bu orqali ikkinchi toifa olish imkoniyatiga erishdim. O'z ustimizda yana ishlash imkoniyatiga erishdim. U kasbni ustozlarga havas qilib tanlagan. Bu sohaga qiziqishim boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi Mahfuzaxon oyamiz orqali qiziqqanman. Bolajonlarni juda ham sevishi, o'zini kasbiga bo'lgan mehr-muhabbati orqali shu kasbni egallaganman. Bugun u bolajonlar orasida sevimli tarbiyachilardan biri. Hozirgi kunda tarbiyachi sifatida bolajonlarga yangi ta'lim texnologiyalari orqali, innovatsion texnologiya orqali bilimlar berib kelmoqdamiz. U ota-onalar bilan hamkorlik qiladi. Bu bolalarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tarbiyachi bilan ota-ona o'rtasidagi hamkorlik asosan bizga juda ham muhim rol o'ynaydi, chunki muassasada olgan bilimlarini uy sharoitida ota-onamiz yordamida mustahkamlab borishimiz, birgalikda yuqori bilimlarga ega bo'lishimizga katta ta'sir ko'rsatadi. Uning mehnati bolalar tarbiyasiga xizmat qilmoqda.